Oltiariq tumanidagi Qapchug'ay mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekiston 30 yilligi ko'chasida bir nechta ko'p qavatli uylar barpo etilgan. Ushbu uylarga xonadon egalari 2021-yildan beri ko'chib kelib yashamoqda. Zamonaviy talablar asosida qurilgan uylarda qator qulayliklar yaratilgan. Shu bilan birga ayrim kamchiliklar ham yo'q emas. Masalan, 26 va 36 ko'p qavatli uylar orasida rejalashtirilgan bolalar maydonchasi oxirigacha qurilmay qolgan. Aholining dasturimizga yo'llagan murojaati asosida mazkur manzilga bordik va dastlab fuqarolarning fikr-mulohazalarini eshitdik. Mana shu ahvol, mana ko'rib turganlaringdek, nima yozlarda bolalarimizga o'yingohlar ham yo'q, bunday salqin joyda dam olgani, salqinlagan joylar ham yo'q. Quruvchilarga ham bir necha marta aytdik, hamma qo'shnilarimiz ham aytishdi, shuni qilib beramiz deb, mana necha yildan beri qilib berishgani yo'q. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida 26 ko'p qavatli uyni qurgan qurilish tashkiloti rahbari bilan bog'lanishga urinib ko'rdik. Biroq u bilan bog'lana olmadik va tashkilot ish yurituvchisi bilan muloqot qildik. Uning aytishicha, bolalar maydonchasini ro'parada joylashgan ko'p qavatli uyni qurgan tashkilot barpo etishi lozim ekan. Loyihasida aka, men bu firmada ishlayman, loyihasi rahbarning o'zida aka. Loyihasi qanday bergan uning o'zida-da. Rahbar kim edi? Mahamajon aka degan. Ha, u kishining telefondagi tushunmayaptimi? Siz tushgan telefon bering aka. Yo'q, o'sha faqat SMS tashlanadi, o'shandan keyin qaytariladi-da. O'chada bilan gaplashganimda ro'para domnor Rishtonlik quruvchisi qiladi dedi. Keyin esa 36 ko'p qavatli uyni qurgan tashkilot rahbari bilan bog'lanib, quyidagi javobni oldik. Hamma yo'lda qilganmiz. Yonida bilaga bolalar maydonchasiga kelganda, bolalar maydonchasini teshkilani biz qilayotgan bo'lganmiz. Chap qo'limizda shu yerda aka shu yerda o'zi kiroshkali dom turibdi. Adva so'ta kiroshkali. Bu quruvchiga uni bolalar maydonchasini o'rnatishgan bo'lgan. Bular biz betonni quychaylar deydi, bu kelganmiz. 2021-yilda. Ha, ular bilan gaplashsak, ular sizlar qilib bergan deyapti. Yo'q, biz mana agar biz o'ziga ham aytdik, biz yo'llarini, o'sha bir yo'llarni qilib berganmiz. Hammani xabari bor qilib, kommunikatsiyasini qilib tugatib berganmiz. 36 uyni qurgan tashkilot rahbari muammoni o'zaro hamkorlikda hal etishga tayyor ekanini va bu haqda nazorat qiluvchi organlarga ma'lum qilganini bildirdi. O'sha quruvchini ham chaqirib bering bo'pti. Yo mana o'rtada qilaylik. U ham shu fuqaroyi bitta ikki o'zi foydalanadi. Bitta odamniki va betonni quyganman lekin. Ana kelishib murosa qilib bering degan. Umid qilamizki, mutasaddi va yuqori turuvchi tashkilotlar aholining murojaatiga e'tibor qaratib, yaqin fursatlarda hududda bolalar maydonchasi bunyod etiladi. Aholi tomonidan bildirilishicha, hududda yana ayrim muammolar ham mavjud. 18 ta dom bo'lsa, 18 ta domga bitta musor tashlashga joy qilingan. O'sha ham qoniqarli emas. Nimaga? Yosh bolali oilalar ko'pligini hisobiga onalar bolalariga axlat tashlashga axlatni beradi, yarim yo'lga borib tashlaydi, qaytadi. Shu yaqin o'rtaga axlat tashlash uchun maxsus joylar qilib berishini so'raymiz. Shuningdek, ayrim ko'p qavatli uylar atrofi, ba'zi joylarda kirish-chiqish yo'llari asfaltlanmay qoldirilgan bo'lib, bu aholi uchun noqulaylik tug'dirmoqda. Mazkur masalalarga ham mutasaddi tashkilotlar va mahalliy hokimlik tomonidan e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.